Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 5-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda quyidagi belgini o'rganamiz. Ushbu belgi, ya'ni yumaloq arab harflarining ustida keladi hamda so'zning oxirida kelsa, masalan mana bu L harfidan keyin boshqa harf yo'q. Mana shunaqa so'zning oxirida kelsa to'xtash ma'nosini bildiradi. Qarang endi birgalikda o'qib ko'ramiz. G A L bo'ldi. L'dan keyin to'xtaymiz. Boshqa hech nima bu o'qilmaydi. To'xtashni bildiradi bo'ldi mana. G A L gal. Endi buni o'qib ko'ramiz, qarang. F I L fil. G U L gul. Tushunarli? Demak, men qoida sifatida yozib qo'ydim. Ushbu belgi, ya'ni mana shu yumaloq belgi, ushbu belgi arab harflari ustida keladi. Mana arab harflari ustida kelyapti dar haqiqat. So'z oxirida kelsa to'xtashni bildiradi. Mana so'z oxirida kelgancha to'xtayapmiz. Endi boshdan o'qib ko'ramiz, qarang. Gal, fil, gul. Biz ikkinchi darsimizda aytgan edik, ushbu belgi asosan A o'qiladi degandik. Shuning uchun birinchi G ni, keyin A ni, keyin L ni o'qiyapmiz. Gal. 3-darsimizda aytgandik, ushbu belgi I o'qiladi hamda harfdan keyin deb. F I L. Shuning uchun fil o'qildi. Ushbu belgini 4-darsda o'tgandik, U o'qiladi deb. Shuning uchun G U L gul deb o'qildi. Keling endi sal misollarni ko'paytirib ko'ramiz. Mana buni qo'shib ko'ramiz. Qarang endi buni o'qib ko'ramiz. Xo'p, bunda quyidagida yozilgan T A L A B. Talab. Mana e'tibor bering, har doim birinchi harf, keyin ustida yoki ostida nimadir bo'lsa shu o'qiladi. Har doim o'rtadan boshlab o'qib ketaverasiz, qarang. T A L A B. Mana sukun, ya'ni yumaloq to'xtashni bildiryapti. Talab. Endi bunisini qarang. B I L I M. Bilim. Yana to'xtashni bildiryapti. Keyingisi M U D I R. To'xtashni bildiryapti. Mudir. Endi boshdan o'qib ko'ramiz, qarang. Talab. Bilim. Mudir. Tushunarli mana? Birinchi harfni o'qiysiz, keyin tepa pastini madrosa o'qib ketaverasiz. T A L A B. Talab. To'xtashni bildiryapti. B I L I M. Bilim. M U D I R. Mudir. Xo'p, endi sizga buni tushungan bo'lsangiz bitta test beraman. Shuni yechib ko'rasiz. Test qanday o'qiladi degan yana shart ostida quyidagi so'zni yozdim mana. Buni o'qib ko'rasiz. Hozir tushuntirdim qanday o'qishni. Shuni o'qiysiz. Bu yerda javoblar. Bir A javob malak, B javob malik, S javob malaka deb o'qiladi, D javob miluk deb o'qiladi. Endi tarjima chiqmasa ham shuni yozib qo'ydim. Testimiz shundan iborat. Javobingizni video ostida yozib qoldirasiz. Uyga vazifaga shu hozirgi o'tilgan leksiyani yaxshilab ko'chirib olasiz. Bunisini hamda ikkinchi qismini ham ko'chirib olasiz. Ikkita varoda o'tdik bu safar. Buni ko'chirib bo'lganingizdan keyin ushbu testni yechib ko'rasiz. Mana bugun bergan testimiz hamda javobini video ostida qoldirasiz. Bugungi darsimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Keyingi darsimiz 19-iyun sanasida 21:00 da bo'ladi. Agarda siz boshqa ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, Telegram yoki YouTube kanalimizga ulana olishingizni tavsiya qilamiz. Chunki Telegram va YouTube kanallarimizga hozirgacha o'tgan mavzularimiz asosida testlar qo'yib boramiz. Shu testlarni yechish orqali siz yana bilimingizni mustahkamlab borish imkoniyatiga ega bo'lasiz.